Hammaga assalomu alaykum akalar va do'stlar. Sizlar bilan men Gordon Minecraft va do'stlar, bugungi videoni oxirigacha ko'ring, juda ham qiziqarli bo'ladi. Aytmoqchi, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Biz boshladik. Va do'stlar, biz mera kirib olganmiz. Xo'sh, qanday bu xayrabarang tiriltirgan narsa? Hozir biz go'lim quramiz. Qani unda qo'yamiz. Buni qo'ymayapti. Va mana oxirgisini qo'yamiz. Do'stlar, qo'yib ham qochamiz lekin. Qoch. Endi qoch. Do'stlar. Qochmasak bo'l. Boshlan. Do'stlar, ko'rdinglarmi o'zinglar? Ko'rmadinglar? Do'stlar, dahshat bo'ldi ekan. Xo'sh, do'stlar, daraxtni rivojlantiramiz. Davay tezroq qiling. Do'stlar, demak, kanalga yangi bo'lgani uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, tez orada biz ham obunachi ko'paytirishga harakat qilamiz. Qanday let's go. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Shuning o'zi yetadi. Xo'sh, do'stlar, mana shuni o'zi esa kerak. Yana bir nechta qazib olamiz. 24 ta. Buni o'zi normal yetadi. Sigram bor. Bitta sigir yo'q qilib. Bu nima, temirmi? Do'stlar, buni temir berar ekan. Yaxshi, temirli bo'lar ekan bizda. Davay, shuni hammasini olaylik. Bo'ldi, yetadi. Do'stlar, bittada temirli bo'ldi, ko'rdinglarmi? Bizga nima kerak? Qo'yib tashlaymiz, ha? Buni qo'yib olib bersaylar hozir biz. Mazza. Bittada rivojlanish qanaqa mazza-da, do'stlar. Hammasi tayyor. Endi biz nima qilamiz? Cho'p yasab, qilich. Do'stlar, unchalik tez rivojlandik deb o'ylamagandim, lekin bor-u. Qani unda biz tez qazib, endi yotoqxona yasash o'tamiz. Kelish kerak. Bittada yo'q qilib berish kerak u joyda. Xo'sh, biz izlagan narsamiz nima, do'stlar? Biz hozir rivojlanib tez uy qurishga harakat qilishimiz kerak. Agar uy qurolmasak, keyingi videoda mana shu vijimani qilib uy quramiz. Xo'sh, shu atrofda qo'yyoqmi ekan? O'sha kech tushyapti, do'stlar. Tezroq rivojlanmasak bo'lmaydi. Yana daraxt o'g'irlama kerak bo'lsa. Faqat tosh kerak emas. Ne kerak emas, do'stlar. Biz go'sht. Obbo, kim edi bu? Chaqirilmagan mehmon. Do'stlar, atrofga qaranglar. Bu yoqdan zombi kelyapti. Aka. Do'stlar, o'zi Minecraftda xayrabarang mavjud emas. Просто biz mod qilib o'rnatganimiz tufayli xayrabarang keldi. Biz uni chaqirmagan edik. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Barakat. Do'stlar, to'satdan chiqib qoldi. Xo'sh. Chunki daraxtlar orasida faqat xayrabarang keladi deydi. Barakat. Yalmos kampir. Bitta yo'q qildik. Yalmog'izdan do'stlar hech narsa qila olmayapti-yu. Qarib qolganda nima deymiz? Malades. Rahmat, Creeper. Addoshi, yuray desan. Kallanga, basharanga, ayollarim. Ikkita oyog'man basharanga. Xo'sh. Nima qilamiz biz? Hozir uy qurish uchun bitta juda qulay joy topishimiz kerak, lekin mana shu og'ir daraxtlardan qutula olmayapmiz. Qormoshdi. Do'stlar, endi to'shni qocha olmayman. Qochishim qiyin, do'stlar. O'toqda tur. Bushbami? Bor. Endi nima qilamiz? Bir joyga yashanamizmi, do'stlar? To'shlar keldimi? Yoki menga shunga eshitilyaptimi? Xo'sh. Eshitilmi? Voy, harakat. Kichkina eshitilgan zombi eshitildi. Zombie baby. Yo, do'stlar, xo'rab tashlashyapti. Qo'lashyapti.
Falokat. Endi Xira bilan men qarama qarshi kelib qolmasam bo'ldi. Bitta shunisi qoldi. La'nat, qocha yo'limdan. Ya. Xo'sh. Bitta tekis joyga boraylik. Yo'q, quraylik, tunma bo'ldi o'sha. Unda bilmam, sizlarga hech narsa ko'rmayapti shekilli. Yoki ko'rinyaptimi? Xo'sh. Do'stlar,